millatning qahrini aniq ko'ramiz. Fiji o'ylamagan ishlarning paydo bo'lishini xohlayman degan edi. Janub shimol urushdagi askarlarning qarshi turishi uning chiroyida qanday ishbozlar paydo qilarkin, sizni ko'rib boqingiz kelamdi. U cho'qim qahramonlik fatina vaqtini kelgan. Yuzsiz kundiryapti. Tez tushuninglar. Bomba. Buni Fiji mang'raga. Bu nada? O kartırga çıktı. Kahir, başqurish qurumi sen meni buyrug'imni angla. At. Boro, aman bir kelimen. Yana bir qitim vayron qilib bersan, uygim qaytamaydi. Ey Boro, avu nima? Bu bir xil o'yinchoq, ismi Kav. To'liq qismi quruqsiz zarba berguchi. Meningcha, Givanadimi bor bo'lgan bo'lsa, o'yiliq banditlarni tutib olgan bo'ladi. Agar siz shu yerda bor bo'lsangiz, menga yordam bersangiz, men harakat o'tirib qo'ymayman. Men shu yerda bor, men kuchimni chiqardim. Faqat pomidor sharbatini ichmasligim kerak edi. Hasibimiz kerak yo'q, tasodifiy hodisa. Bu bir quruq bomba. Kamiyalarni to'liqlab qo'ygandan keyin u narsalarni qilib bo'lamdi. Bo'ladi, bu masalani hal qilib bo'ladi. Urush o'yinida Fiji qo'ldan tutib qo'yaylik. Bu tayyorlanib bo'ldi. Fiji? O bundaq narsani xayoligim keltirib baxmadi. Uni to'van chaqlama. U har qanday ishni qilishni yanmaydi. U dengiz armiyasidan shalab etilgandan beri bizni o'ltirib yetishib qo'ydi yuriydi. Tepam quloqdan sepnes jibilashma. Bo'lgan urush o'yini. O'yin quruq bombani ishlatma. Naydi bexatar sen tarsanlik qilma. Sen bunu sınav kelgini bilirsen, ben sizden layihani mükemmellashtiryapman. Sen bunun doirasini kichikligini mi bilirsen, kechirgan. Kechir. İgizrek. Yine igizrek. Oy. Yo'q, pek egiz bo'lib ketdi. To'yanarak. Ha, yana azroq to'yanarak. Ha, pek to'yan bo'lib ketdi. Ha, endi yaxshi bo'ldi. Endi chigib qo'ying. Yo'q, o'tirib egizroq ko'tarsak bo'ladi. Mayti joyda bo'roq. Eylis, shun. Sizlar boshqalarning chiq og'zinglar kelgan so'zlaysizlar. Ketinglar, o'yin tegdi. Ketinglar. Vaqt butunlay xato. General Xaptan sizlarning naranglarni yoqtirib qoldi, bilmadim. Sizlar bizning 53-qismimizga qattiq qarshilik mashqini o'rgatsanglar bo'ladi. Gapni ochig'ini aytay, Fiji, siz bizni yolib bilyapsizlar bilan. Men so'zni to'g'ri tushunmayman. Bo'lib qilgan qismlar qarshi favqulodda urush qilmoqchimi yoki o'yin xarakterli mashqlaymi? Shunda Hondurasning atrofidagi orollarda to'planchilar harakat qilyapti. Chegara maqsadidagi partizanlik urushlarga qarshi jiddiy tayyorligimiz bo'lishi kerak. Quruqliq armiyaning urush qilish iqtidori bilan dengiz armiyasining zarbdorlari albatta eng yaramli hisoblandi. Dengiz armiyasining boshqa cho'lis tegmidi, shunga sizlarni topdi. To'g'ri. İmtihanda layoqasiz chiqib, dengiz armiyasining shalib etilgan odamga nisbatan bu planingiz haqiqatan qaltis ish bo'ladi. Shundaqmi? Sening ta'liming keldi. Quruqliq armiyaning o'lchami to'g'riroq. Siz unaqa qarab so'rasam bo'lmamdi, dada. Qaringiz o'mson, uni ayt eski. Hey, Tomochivam, dadangiz bek chaqchaqchi odam. Uning komediya artistlaridek talanti bor. U bir-biriga o'xshash, har ikkisi talantli artistlar. Siz yana meni yo'qlanish qilgan bo'ldingiz. Keli, men sizni ogohlantirgandim. Undaq normal bo'lmagan yigitlardan o'zingizni chetga elingda. Sironi, siz ogohlantirgan ishlar bek ko'p bo'lib ketdi. Shundaq. Sizning ko'n oshingizmi bu qator musobaqaga qatnashadigan. Bu sizning musobaqadan chekinib chiqishingizdan derak bermaydi. Siz musobaqadan chekinib chiqqansiz? Keli, siz shuncha odam mashq qildingizmi? Sizlar tushunmaysizlar. Mening maqsadim Riyaga muhabbatimni bildirib qo'yish. Musobaqa qatnashish emas. Musobaqa qatnashib qo'ysangiz, nima yana bor? Musobaqada o'tishni talasam, undan ayrilib qolishimga sabab bo'ladi. Endi niyatingizni inib, uning bilan yarashib qolaydi o'tansiz. Munosabatimizni inib bekitishdan burunla biz ayrilib ketdik.
Meningcha, xabaringlar bor. Men yiqilib yerga tushishdan burun o'zimni anglashib dasturib ketishni o'ylayman. Ilgirki muhabbatimni qo'zg'ay deyman. Asabsiz ham unutuqsiz ishni esingizdan chiqarib yetganingiz yaxshi. Bu yashashning qonuniyati. Bo'ldi. Barbaraning savog'ini qabul qiling. Qizlar, o'tgan ishga salovat. Keli. Bək chiroyli bo'lib ketibsiz. Sizni ko'rib xush oldum. Men shu. O, bək kelishgan yigitga. Keli, yana burniga yeygan bo'ldi. Jorli shidak deb ataladi. 1865 yil 2 oyning 15 kuni Federatsiya armiyasi Janubning qahramon bir kichik qo'shinni mag'lub qiladi. Bizga tarix darsida Janub Shimol urushini o'tyapti. O'qituvchi yuqoridagi voqeani so'zlab bergan. Ati u yerda dengiz armiyasining bir qahramon qo'shini bir soxta qo'shinini mag'lub qiladi. Bu bir tarix bo'lib qoladi. Shundaqmi? Biz lazerlik asbobiyani bexatar bombalarni ishlatamiz. O'ynaymi? Yeşil rangdagi quruq portlaydigan o'q. Biz o'zimizning qurolni ishlatamiz. Qahrdan boshqa hamma narsa bo'laverdi. Bu quruqliq armiyaning urushi. Qahrning urush qilish iqtidori bor. Sen hatta shuni bilmaysan? Armiya bayrog'larini elib olib, oraliga qadab qo'yinglar. Ondan butun kuchinglar bilan bayroqni qo'ydinglar. Armiya bayrog'larini olib ketinglar Fiji. Biz uni tatib olamiz. Sizlarning armiya bayrog'larini ko'ydirib yetimiz. Bizning 5 odamimiz bor. Nimishqa ishqunchaqni kelib kelib, bizni rosa kuldirmaysizlar. Mana ishqunchaq akib beringlar. Bo'lmaydi. Beringlar. Qo'nchaq? Yuring, oppoq qizim. Nega boramiz? Takka boramiz.